Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyaning O'zbekiston bilan bog'liq qanday rejalari borligi ochiqlandi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Rossiya rahbariyatining O'zbekiston bilan bog'liq ulkan rejalari bor. Bulardan biri hayot sifatini yaxshilash. Bu haqda Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Aleksey Erxov ma'lum qildi. Erxovning qayd etishicha, 2025-yil Rossiya va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarni rivojlantirishda va boy samarali davr bo'lgan mamlakatlar strategik sheriklik va ittifoqchilikni mustahkamlashda sezilarli yutuqlarga erishgan. Shuningdek, intensiv delegatsiya almashinuvlari ikki tomonlama kun tartibini Rossiya va O'zbekiston fuqarolari mintaqalariga qaratilgan aniq mazmun bilan to'ldirish imkonini bergan. Yekaterinburgda Yangi yil kunlari ham migrantlarni tekshirish davom etmoqda. Tagansk Kiryat bozorida mamlakatda noqonuniy yashayotgan chet elliklarni aniqlash uchun reyd o'tkazildi. Politsiya 400 dan ortiq odamni tekshirdi. Ulardan 22 nafari migratsiya qonunlarini buzgani aniqlandi. Hibsga olinganlarning barchasi so'roq qilish uchun politsiya bo'limiga olib ketildi. Tekshiruvdan so'ng qoidabuzarlar deportatsiya qilinib, 5 yilgacha Rossiyaga kirish taqiqlanadi. Mintaqadagi bozorlar, qurilish maydonchalari va migrantlar to'planadigan joylarda, jumladan dam olish va Yangi yil kunlari ham reydlar davom etadi. Hayotingiz xavf ostida. Qozog'istonda bo'lib turgan va tranzit yo'nalishida harakatlanayotgan O'zbekiston fuqarolariga ogohlantirish. Ob-havoning keskin sovishi sabab yo'llarda qor bo'ronlari va muzlama holatlari kuchaygan. Natijada yo'l transport hodisalari soni oshgan. Ayniqsa litsenziyasiz va nosoz transport og'ir oqibatlarga olib kelmoqda. Diqqat! Noqonuniy taksi va avtobuslardan foydalanmang. Texnik holati nosoz transportga chiqmang. Imkon bo'lsa poyezd yoki samolyotni tanlang. Faqat rasmiy litsenziyaga ega tashuvchilar xizmatidan foydalaning. Yo'lga chiqishdan oldin ob-havo va yo'l holatini tekshiring. Ko'ngilsiz holatlar yuz berganda O'zbekiston Respublikasining Qozog'istondagi elchixonasiga murojaat qiling. Shavkat Mirziyoyev Putinning qarorgohiga qilingan hujumni qat'iy qoraladi. 30 dekabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putinning telefon orqali muloqoti bo'lib o'tdi. Bu haqda O'zbekiston yetakchisining matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, suhbat avvalida O'zbekiston rahbari Rossiya prezidentining Nijniy Novgorod viloyatidagi qarorgohiga hujum qilishga urinishni qat'iy qoralagan. Bunday xatti-harakatlar barqarorlik va xavfsizlikka, shu jumladan uzoq muddatli tinchlikka erishishga qaratilgan sa'y-harakatlarga tahdid solishni ta'kidlagan. Oliy darajadagi kelishuvlarni amalga oshirish nuqtai nazaridan O'zbekiston-Rossiya strategik sheriklik va ittifoqchilik munosabatlarini yanada rivojlantirish masalalari ko'rib chiqilgan. Xalqaro va mintaqaviy ahamiyatga molik dolzarb masalalar yuzasidan ham fikr almashilgan. Bo'lajak tadbirlar rejasi muhokama qilingan. Markaziy Osiyodan kelgan ikki kishi Novaya Moskvadagi omborxona majmuasi qurilishi paytida 18 metr balandlikdan yiqilib halok bo'ldi. Fojia payshanba kuni 17:00 atrofida Sekina Servina qishlog'ida sodir bo'lgan. Migrant ishchilar ko'targich podyomnikda bo'lganida uskuna to'satdan qulagan va erkaklar pastga yiqilgan. Marhumlarning shaxsi aniqlanmoqda. Ulardan biri 20 yoshlarda, ikkinchisi esa 40 yoshlarda. Barcha uskunalarning xavfsizlik talablariga muvofiqligini tekshirmagan qurilish kompaniyasi beparvolik tufayli o'lim uchun javobgar bo'lishi mumkin. Rossiyada YouTube yanada yomonlashadi. Google o'z serverlarini mamlakatdan olib chiqib ketadi. YouTube va Android ishini tezlashtirib kelgan eski Dell R720 serverlari ekspluatatsiyadan chiqarilmoqda. 2026-yil 26-yanvardan keyin kechki paytlarda 4K formatidagi videolar mavjud bo'lmaydi. Kontent esa qo'shni mamlakatlardagi
serverlardan yuklanadi. Bu esa kechikishlarning oshishiga olib keladi. Rossiyada migrantlar uchun rus tili bo'yicha yagona test tizimi joriy etiladi. 2026-yil 1-yanvardan boshlab Rossiyadagi barcha migrantlar rus tilini bilish bo'yicha testlarni kompyuter orqali va masofaviy texnologiyalar yordamida topshiradi. Hozirda bu chorani ta'minlash uchun tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda. Ushbu tizimning maqsadi imtihon jarayonini shaffof qilish va bilimlarni baholashda inson omilini minimal darajaga tushirish ekani aytilmoqda. Shuningdek, har oy imtihon savollari yangilanadi va javoblarni ommaga ochib qo'yish amaliyotidan voz kechiladi. Hozirda imtihonni Rossiyaning barcha subyektlarida va chet elda 203 ta punktda topshirish mumkin. Chet elliklar uchun imtihon ustidan nazorat va monitoringni Rosobnadzor amalga oshiradi. Sevastopolda opera va balet teatri qurilishida noqonuniy yollangan hujjatsiz migrantlar ishlagan. Bunga Chelyabinskdan kelgan guruh javobgar bo'lgan. Ularning ishi Facebook xodimlari tomonidan to'xtatilgan. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, 2025-yil oktyabr oyida qurilish kompaniyasi direktorining o'rinbosari patentsiz migrantlarni ishga yollashga qaror qilgan. U do'stidan ularni topishda yordam so'ragan. Markaziy Osiyo mamlakatlari fuqarolari orasida ishchilarni qidirgan. Migrantlar suv quvurlarini yotqizish ishlariga jalb qilingan va ularga maosh to'langan. Biroq patenti bo'lmagan, ular registratsiyadan o'tmasdan xususiy uylarda yashagan. FSB tashkilotchilarining 2 nafariga qarshi jinoiy ish qo'zg'atdi. Ular migrantlar uchun qasddan va birgalikda noqonuniy ishlarni tashkil qilishda, xizmat lavozimini suiiste'mol qilishda ayblanmoqda. Ular 10 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Migrantlar esa sud qarori bilan Rossiyadan deportatsiya qilingan. Rossiyada hind migrantlari mutaxassislar xavf ogohlantirmoqda. Rossiya prezidentining xalqaro tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha maxsus vakili Boris Titovning so'zlariga ko'ra, 2026-yilda Rossiyaga kamida 40 ming hindistonlik migrant ishchi kelishi mumkin. Uning so'zlariga ko'ra, Hindiston Rossiyaga ishchi kuchi yetishmasligini qoplashga yordam beradi. Rossiyada hindistonlik ishchilarga qiziqish ortib bormoqda. 2022-yilda taxminan 8 mingta ish ruxsatnomasi berilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2024-yilda 36 mingtaga yetdi. Hukumatning 2025-yilda viza olish huquqiga ega mamlakatlar uchun kvota deyarli 235 mingta joyni tashkil etadi. Shundan taxminan 30% Hindiston fuqarolari uchun ajratilgan. Bosh vazir o'rinbosari Denis Manturov ilgari sanoat maqsadlari uchun cheksiz miqdordagi hindistonliklar migrantlarni qabul qilishga tayyorligini bildirgan edi. Biroq mutaxassislar Hindistondan migrantlarning ommaviy oqimi yangi muammolarni keltirib chiqarishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, hindistonlik migrantlar rossiyalik ish beruvchilar uchun unchalik qiziqish uyg'otmaydi. Bunday ishlarni alohida joylashtirishga urinayotganda ham mahalliy aholi bilan aloqa qilishdan butunlay qochishga iloji yo'q. Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan migrantlarga qaraganda ko'proq muammolar paydo bo'lishi mumkinligi ta'kidlanmoqda. Buning sabablari orasida rus tilini bilmaslik, sezilarli madaniy farqlar va mahalliy normalarni tushunmaslik keltirilgan. Bundan tashqari, past malakali ishchi kuchining ommaviy importi iqtisodiy modernizatsiyaga hissa qo'shmaydi. Mutaxassislar Hindistonda mehnat migrantlarini jalb qilish bilan bog'liq potensial ijtimoiy xavflarga e'tibor qaratmoqda. Xususan, rossiyalik erkaklarning katta qismi maxsus harbiy operatsiya zonasida xizmat qilayotgani tufayli ayollar xavfsizligi masalasi muhokama qilinmoqda. Mutaxassislar shuningdek, migratsiya bo'yicha qarorlar qabul qilishda ijtimoiy va iqtisodiy omillarni ko'pincha e'tibor olmasligini ta'kidlaydi. 21 dekabr kuni Prezidentning Jahon savdo tashkiloti bo'yicha vakili Azizbek O'rinov Rossiya Federatsiyasi iqtisodiy rivojlanish vaziri Maksim Reshetnikov bilan birgalikda O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonida ikki tomonlama bozorga kirish muzokaralarini yakunlovchi protokolni imzoladi. Bu haqda O'rinov o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida yozib qoldirdi. Uning ta'kidlashicha, mazkur muzokara Prezident Shavkat Mirziyoyevning Sankt-Peterburgga amaliy tashrifi doirasida bo'lib o'tgan. Prezident vakili shuningdek, ayni paytda ko'p tomonlama muzokaralarni ilgari surishga, zarur qonunchilikni yangilashni yakunlashga va kelgusi yilda a'zo bo'lish jarayonini muvaffaqiyatli yakunlashga to'liq e'tibor qaratganligini bildirgan.
O'zbekiston va Rossiya o'rtasida yangi aviareyslar yo'lga qo'yiladi. Pobeda aviakompaniyasi 2026 yil 28 fevraldan boshlab Moskvadan Termizga aviaparvozlarni yo'lga qo'yadi va 7 martadan Nukusga parvozlarni boshlaydi.